Allo. Allo. Ritika. Bezovta qilayotganim uchun uzr. Tashvishingiz o'zingizga yetarli bilaman, lekin jiddiy muammo chiqib qoldi. Qanday muammo? Ketganingizdan keyin uyimizga politsiya keldi. Xolam va pochchamni hibsga olishdi. Ularni mahkamaga olib ketishdi. Bu qanday yuz berdi? Ranvir qayerda? Olmos anjumanidan hali qaytmadimi? Bilmadim. Akamga qo'ng'iroq qilib tusholmayapman. Hozir politsiya mahkamasidamiz. Nima qilishga ham hayronman. Xolam va pochchamni so'roq qilishyapti. Iltimos, biror tanish advokatingizga qo'ng'iroq qiling. Mahkamaga yetib kelsin. Nima qilishni ham bilmayapman. Qo'rqib ketyapman, Ritika. Parul, iltimos, tashvishlanma. Biror yo'lini topaman. Xo'pmi? Xavotir olma. Allo, Alo, Parul. aka. Hammangiz qayerdasiz? Uyga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Oyim, dadam, Ishani ham javob berishmayapti. Uydagilar tinchmi? Parul, nega yig'layapsan? Qayerda edingiz, aka? Sizga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Nega uyga kelmadingiz? Boshimizga tashvish tushdi. Telefoningizni ko'tarmaysiz. Telefonim ishdan chiqdi. Shunga tusha olmagansan. Boshqa birovni telefonidan qo'ng'iroq qilyapman. Qanday tashvish tushdi? Nega yig'layapsan? Parul, Aka, ular xolam va pochchamni olib ketishdi. nima? Kim olib ketadi? Parul, yig'lama. Avval nima bo'lganini ayt. Uyga politsiyachilar kelib olib ketishdi. Politsiya? Politsiya mahkamasiga Eng olib yangi kelishdi. kino va seriallar Ularni so'roq faqat qilishyapti. Riya Play Nima qilishni platformasida. bilmayman, aka. Iltimos, tezroq yetib keling. Qaysi mahkamaga? Valkeshvar politsiya mahkamasiga. Meni Valkeshvar politsiya mahkamasiga tashlab qo'ya olasizmi? Mayli. Rahmat. Salomatmisiz, janob? Yaxshiman. Inspektor, men Arviman. Anglashilmovchilik bo'lgan. Ota-onam unday odamlar emas. Ishaniga qo'l ko'tarishmagan. Nega bunday qilishadi axir? Buvi, ayting. Ota-onam beayb ekanini o'zingiz ayting. Ishaniga hech qachon qo'l ko'tarishmagan-ku. Buvi, Bundan nega so'raysan, Ranvir? Shikoyat arizasini o'zi yozgan-ku. buvim, Ha. Marhamat. Ota-onangiz rafiqangizga ruhan va jismonan azob yetkazishgan. Shundaymi? Ishanini xuddi boshida ko'tarib yurgandek hayron bo'lishini-chi buni. Ana, bari tomosha. Ular birinchi kundanoq nevaramni hayotini do'zaxga aylantirishgandi. Ishani ularni kirdikorlarni fosh etishidan qo'rqib, uni gumdon qilishdi. Xudo biladi nima qilishgan ekan. Nevaram tirikmikin yo? Ey Xudo. Aka, ketganingizdan keyin kelinoyim ham qayergadir chiqib ketgandi. Bilmayman qayerga. Telefonini ham ko'tarmayapti. inspektor Sohir, ota-onam bilan ko'rishishga ruxsat bering. Ular bilan gaplashib ko'ray. Bir daqiqa. Hanuman, Labay janob, ota-onasi bilan uchrashtir. Salomat bo'ling, sohib. Allo. Alo, Shahar. Salom, Shahar. Ritikaman. Menga yordaming kerak. Do'stimni ota-onasini politsiya hibsga olibdi. Ha, ular hozir mahkamada. Nima qilishni bilmayapman. Shunga senga qo'ng'iroq qilyapman. Birorta ishni boy bermaganingni bilaman. Yordamingga muhtojman. Shahar. Nima? Hozir Yevropadamisan? Lekin
Xo'p, mayli. Ofisingdagi biror advokatni yubor. Ha. Valkishvar politsiya mahkamasi. Ha. Xo'p. Rahmat, Shikar. Xayr. Nimalar bo'lyapti o'zi? Dahshat. Punit, advokatimni yubor. Kech qolmasin. Nima? Ishda emas. Boshqa advokatga qo'ng'iroq qil. Ritika bilan gaplash. Zaveri sohibga qo'ng'iroq qil. Biror tajribali advokat topsin. Menga hoziroq tajribali advokat kerak, tushundingmi? Ranvir o'g'lim, nimadir qil, iltimos. Opamni qamoqdan ozod qil. Nega tushunmaysiz, inspektor? Bu yerda anglashilmovchilik sodir bo'lgan. Rafiqam menga qarshi shikoyat arizasini yozmaydi. Ishani bilan o'rtamizda muammo bo'lmasa, kimnidir so'zlariga ishonib ota-onamni qamashga haqqingiz yo'q. Alo, ha Ritika. Alo. Advokat do'stim bilan gaplashdim. U yordamchisini politsiya mahkamasiga yubordi. Tashvishlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kechiring. O'zim bora olmadim. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ritika, menimcha u keldi. Keyinroq gaplasharmiz. Xo'p, xayr. Janob Arvi, men Devzaraman, janob Sheharning yordamchisi. Ritika xonim vaziyatni tushuntirib berdi. Tashvishlanmang, hammasini hal qilamiz. Yuring. Janob inspektor, men Vaxel oilasining advokatiman. Menga aytingchi, hech qanday isbotsiz mijozlarimni nega qamadingiz? Bizda dalil bor. Bir daqiqa. Marhamat, o'qing. Sizga aytyapman-ku, Ishani bunday qilmaydi. Hammasini Ishanining buvisi atayin qilyapti. Men va ota-onamni azaldan yomon ko'radi. Men ham, ota-onam ham Ishanini qayerdaligini bilmaymiz. Gaplarimga ishoning. Marhamat oling. Janob Arvi, rafiqangizni topmasangiz bo'lmaydi. Uning shikoyat arizasi jiddiy dalil bo'lishi mumkin. Bunday holatda qarshi da'vo qilishning iloji bo'lmaydi. Tashvishlanmang. Biror ilojini topishga urinib ko'raman. Ungacha ota-onam qamoqda qolishadimi? Afsuski, ularga qarshi shikoyat arizasi mavjud. Sizni kino olamiga taklif etadi. Iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Biror ilojini topaman. Ota-onamni bu ahvolda ko'rish. Ishonchim komil, bu Ishanining qo'lidan kelmaydi. Buvisi bizdan atayin qasd olmoqchi. Ota-onamning gunohi nima? Shunchalar ham noshukur bo'lasizmi? Nima? Ishanini eri, hurmatli kuyoving Ritika bilan don olishib yuribdi. Ritikani ham unda ko'ngli bor ekan. Shuni bilgandan keyin ham qizingiz shunday oilaviy hayotni ravo ko'rasanmi? Bu Sharmanning gaplari. Seningchi Ranvir kelib, chindan ham Ritikani sevaman deyish kerakmidi? Qo'ysangchi Falguni, qaysi o'g'ri men o'g'rilik qildim deydi. Sodda-sanda Falguni. To'g'ri, uyidan joy berdi. Ammo maqsadi bizdan o'ch olish bo'lgan. Sen esa Ishanidan boshqasini ko'rmaysan. Nodon ayol. Ranvir hammangizni ahmoq qilyapti. Seni ahmoq qilyapti. Ishanini chuv tushiryapti. Ranvirdan norozi ekansiz. Ota-onasini nega qamatdingiz? Yaramas ambadan har baloni kutsa bo'ladi. Har kuni Ishani bilan ajrash, Ritikaga uylandib, Ranvirni qulog'iga qo'yayotganda. O'g'lini hech qanday ulushsiz ajrashtirmoqchi edi. Amba o'z maqsadiga erishish yo'lida har qanday pastkashliklarga qodir. Uni tanobini o'zim tortib qo'yaman. Esingizni yeb qo'yibsiz, ona. Ulush berishni istamagani uchun shikoyat arizasini yozdingizmi? Ey! Men bilan gaplashayotganingda ovozingni ko'tarma, Falguni. O'sha mug'ombir amba Sharmanni to'yi buzilganidan xursand bo'layotganda, shuning uchun qamoqqa ravona qildim uni, bildingmi? Bundan chiqdi,
Hammasini atayin uyushtiribsiz-da. Ha? Atayin qildim. Barcha qilmishlariga javoban ularga qarshi soxta shikoyat arizasini yozdirdim. Ambani boplab adabini berdim. Ranvir va Amba oyog'imga tiz cho'kib uzr so'rashganda, Ambani aqli joyiga kelib qoladi. Shunda ishaniga ajrim berishini talab qilaman. Ajrim evaziga esa mana shu koshonamizni so'rayman. O'z uyimni. Ana shunda yashashga joyimiz emas, koshonamiz bo'ladi. Tushundingmi? Demak, o'z oilangiz halovatini o'ylab, Ranvirni begunoh oilasini qamoqqa jo'natibsiz-da. Qonun nazarida balki ular aybsizdir, biroq men uchun ular gunohkordir. Shuning uchun ularni o'z uslubim bilan jazoladim. Lekin bu noto'g'ri. Oilam baxti uchun qilingan har qanday ish men uchun to'g'ri. Noto'g'rimish. Kechiring janob Ardi. Sizga aytganimdek, bunday ishda qarshi da'vo ochishning iloji yo'q. Shikoyat arizasi rasmiylashtirilib bo'lingan. Arizani qaytib olmagunlarcha hech narsa qila olmaymiz. Ular arizani qaytib olishmaydi, chunki hammasini atayin uyushtirishgan. Barchasini atayin uyushtirishganini isbotlovchi biror dalilingiz bormi? Yo'q, menda hech qanday dalil yo'q. Menda bor. Ranvir, menda ovozli yozuv bor. Unda onam shikoyat arizasini ota-onangdan qasd olish uchun atayin uyushtirganini tan olgan. Bundan chiqdi, hammasini atayin uyushtiribsiz-da. Ha? Atayin qildim. Barcha qilmishlariga javoban ularga qarshi soxta shikoyat arizasini yozdirdim. Ambani boplab adabini berdim. Ko'rdingizmi? Ariza soxta demaganmidim? Ota-onamni hoziroq ozod qiling. Menga qarang, inspektor. Otamni sog'lig'i yaxshi emas. Onam ham qiynoqlarga bardosh qila olmaydi. Mana dalil ham bor. Ranvir to'g'ri aytyapti. Ota-onasini aybi yo'q. Siz kim bo'lasiz? Ishanining onasiman. Agar qizimga kimdir zulm o'tkazganida, u eng avvalo menga aytgan bo'lardi. Qizim eri bilan baxtli. U hech qachon o'z oilasiga qarshi ish qilmaydi. Bu shikoyat arizasini Ishani emas, eski adovatlar sabab uni buvisi yozgan. Iltimos, ularni ozod qiling. Ishani qayerda bo'lmasin, sog' salomat. Bunga men kafilman. Iltimos. Yaxshi. Ularni ozod qiling. Falguniona. Minnatdorchiligimni qanday izhor qilishni ham bilmayapman. Ota-onamga yordam berib, menga katta yaxshilik qildingiz. Yo'q, Ranvir. Unday dema. Nima qilgan bo'lsam, sen va Ishani uchun qildim. Hech bir ona qizini oilasi buzilishiga qarab tura olmaydi. Afsus. Yaxshi bo'lmadi. Onam doim sizlarni uyimga olib kelib, katta xato qilayotganimni aytardi. Eng yangi kino va seriallar faqat Chunki bir kun Riaplay kelib, platformasida. undan qasd olishlarini bilardi. Lekin buvim tufayli ota-onam qamalgan bo'lsa, sizning sharofatingiz bilan ular ozodlikka chiqishdi. Koshki edi bu ishlar bo'lmaganida. Hammasi izga tusha boshlaganda. Musiqa kechasi boshlanishidan oldin Ishani juda ham xursand edi. Undan nega bunchalar xursandsan deb so'raganimda u bugun kechqurun quvonchim sababini hamma bilib oladi degandi. Keyin kutilmaganda nimadir yuz berdi. U qayergadir ketib qoldi. Nimadandir qo'rqib ketgandi. Uni to'xtatishga urindim, lekin u to'xtamadi. Men bilan gaplashayotgandi. Bugun kechqurun hammaga bir-birimizni sevishimizni, hech qachon
Ajrashmasligimizni xabar qilmoqchi edik. Lekin u nimadandir qo'rqib ketgandi. Mendan xavotir olayotgandi. U meni Ranvir, Ishani qayerga ketdi? Shu yerdaman, oyi. Ishani, qayerda eding? Ishani, senga rosa qo'ng'iroq qildim, nega javob bermading? Bu nima ahvol? Gapirsang-chi, Ishani, nimalar bo'lyapti o'zi? Politsiyaga da'voyim bor. Inspektor, qotillik sodir bo'lgan. Bu kimsa meni chiragimni o'ldirdi. U qotil. Qotil. U ko'z o'ngimda chiroqni juda xursand bo'lsangiz kerak. Maqsadingiz meni chiroqdan ayirish edi-ku. Undan g'azabda edingiz. Shuning uchun uni o'ldirdingiz. Inspektor, uni darhol hibsga oling. Chiroqni o'ldirayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nimalar deyapsan, Ishani? Chiroqni qachon o'ldiribman? Undan g'azabda edingiz deganing nimasi? Aksincha, u g'azabda edi. Chiroq meni o'ldirmoqchi bo'ldi. O'zing menga qo'ng'iroq qilib, Chiroq sizni o'ldirmoqchi deganding-ku. Chiroq mexda qayerda? Uni jasadi Mumbai Panval yo'lidagi jarlikda yotibdi. Demak, siz bugun Chiroq mextani ko'rgansiz, shundaymi? Ha, yo'lda uchratdim, lekin uni o'ldirmadim. Buni tekshirib bilamiz. Hozir esa savolimga javob bering. Mumbai Panval yo'lida nima qilayotgandingiz? Panvalda o'tkazilayotgan anjumanga ketayotgandim. Yo'lda Ishani qo'ng'iroq qilib, Chiroq meni o'ldirmoqchi ekanini aytdi. Ishani juda qo'rqib ketgandi. Uni tinchlantirish uchun ortimga qaytdim. Yo'l o'rtasida bir kishi yotgan ekan. Unga yordam berish uchun mashinamdan tushdim. Qarasam, u Chiroq ekan. Hech nimani tushunishga ulgurmasimdan ko'zimga maydalangan qalampir sepdi. Tan olaman, u bilan mushtlashdim, ammo uni o'ldirmadim. Men qotil emasman. Telefonim ishdan chiqqani uchun hech kimga qo'ng'iroq qila olmadim. Ishoning, uni o'ldirish niyatim yo'q edi. Aksincha, u meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Menga po'pisa qildi. Yolg'on gapiryapsiz. Inspektor sohib, uni o'ldirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim deyapman-ku sizga. Bechora Chiroq undan rahm qilishini so'rab, yalinib yolvorardi, lekin bu berahm uni ayab o'tirmadi. Men Chiroqni yaxshi ko'rardim. Ranvir doim uni tashlab Chiroqni yoniga ketib qolishimdan qo'rqardi. Shu sababli uni o'ldirdi. Inspektor, boshidanoq u bilan yashashni istamagandim. Shuning uchun ajrashish haqida o'ylab yurgandim. Ajrashish haqida xabar topgach, u Chiroqni yo'q qildi. Va meni Chiroqdan ayirdi. Nimalar deyapsan, Ishani? Meni sevasan, Chiroqdan nafratlanasan. To'g'ri, ajrashish haqida gap bo'lgandi, lekin keyin ajrashmaslikka, doim birga bo'lishga kelishib olgandik.
Falguni ona, hozirgina shu haqida gapirib turgandim, to'g'rimi? Nodonsiz. Hech qachon asl maqsadimni tushunmagansiz. Doim mendan sizni sevishimni aytishimni so'rardingiz. Hech o'ylab ko'rdingizmi? Nega buni sira aytmadim? Chunki men sizni sevmaganman. Sizni yaxshi ko'rmayman. Yolg'on gapirishni istamasdim.